Assalomu alaykum do'stlar, va ko'rishingiz mumkin bu alohida zakaz asosida tayyorlangan shkaflarimiz mo'l svet bo'ladi. Bu 6 qapli bo'ladi, ustunda alohida o'zining tumbuqlari bo'ladi. Uzunliklarini keladigan bo'lsak, buning uzunliklari 275 ga, balandliklari 280 bo'ladi. Bu gigant bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Tak ishlari yekar ana shunday shakka qo'g'ich bo'ladi, o'zining shunday temir turbalarda bo'ladi, mahkam bilan. Ishlarida keng bo'ladi, 55 sm bo'ladi. Standartlari buning 45-50 sm bo'lsa, bu ukon razmeri 55 sm bo'ladi. Penaltilarni ko'rishingiz mumkin. İşlerde zakon bo'ladi hammasini. O'rtalar bo'lsa polka bo'ladi, uzunlar ketgan. Zakon ham ukon bo'ladi. Bu o'zini adyorgina ko'p bo'lgan kiyimlar esa bemalol sig'diradi. Tak buni biz Farabon mahallasi Yakut ko'chasidan o'rnatib berdik. Klientimiz zakaz berdi, zakazdan sразу zakonni hammasini tez qilib, cho'tka qilib tayyorlab berdik. Va klientimizdan biroz gaplar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana zakazimiz o'zimizni xohlaganimizcha bitkazib berdi. Rahmat Mebel 777 mebelchi ustalarga o'z vaqtida yetkazib berdi. Pullari ham o'ziga yarasha, sifatlari juda a'lo. Rahmat. İşlerimiz ko'nglingiz to'lmayapti? Rahmat sizlarga. Qo'llarimiz saq bo'lsin. Bemalol zakaz buyursa, shunday zakazlarni bemalol qabul qilamiz. Hammasi aytilgan vaqtda arzon va sifatli bo'ladi hammasi.